Bugün sizler bilan Hazreti Yoshlar Jamiyatining kengashining navbatdagi 22-chi sessiyasiga o'tkazish yig'ildi. Bugungi sessiya ishida kengash deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, sessiyaga hisobot yurish tashkiloti rahbarlari taklif etilganlar kelib bo'ldilar. Sessiya ochilishi kvorum yetarli. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari bugungi sessiya ochilishida qanday takliflar bor? Ochilishini taklif qilyapti. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa sessiya ochilsin degan deputatlar munosabat bildirishini so'rayman. Takliflar rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Deputatlar yangi Namangan tuman kengashining 22-chi sessiyasini ochdi deb e'lon qilaman. O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi yangradi. Endi sessiya konferensiyalar bo'lishimiz kerak. Alloh va Sodiq Karimjonning sessiya konferensiyasi taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa sessiya konferensiyasiga Sodiq Karimjon saylansin degan deputatlar ko'rsatadi. Ovoz berishini so'rayman. Rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Marhamat, o'zlarini yordamlashishni so'rayman. Endi sessiya kun tartibidagi va ish reglamentini belgilab olishimiz kerak. Bugungi sessiya kun tartibi va ish reglamenti loyiha sizlarga tarqatilgan. Kun tartibi va ish reglamentiga qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa kun tartibi va ish reglamentini ovozga qo'yib munosabat bildirishni so'rayman. Rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Reglamentga ko'ra asosiy ma'ruzachilar uchun 10 daqiqa, qo'shimcha muzokaralar chiquvchilarga 2 daqiqa, savol-javoblar uchun 2 daqiqa ajratiladi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiya kun tartibiga kiritilgan masala ko'rib chiqishni o'tamiz. Sessiya kun tartibi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-oktyabrdagi 80-sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida yangi Namangan tumanida aholi va hududlarni
favqulodda vaziyatlarda ishonchli muhofaza qilish sohasini sifatli jihatdan yangi bosqichga ko'tarish hamda joriy yildagi ustuvor vazifalar to'g'risida bo'lib o'z tuman hokimi Qarabayev Hasanov gapiruvchi dedi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya qatnashchilari. Muhtaram Prezidentimizning 2025 yil 20-oktyabrdagi aholi hududlarini favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi 185-son farmonlari hamda sohaga oid qonun hujjatlari ijrosini ta'minlash maqsadida tuman hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va oqibatlarni kamaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, yangi Namangan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limida 45 nafar xodimlardan iborat shaxsiy tarkib shakllantirilgan. 2026 yilning 1-yanvardan boshlab favqulodda vaziyatlar profilaktikasi inspektorlari sonini 4 nafardan 8 nafarga oshirildi. Har bir inspektor 3 yoki 4 tadan mahallalarga hamda har bir mahallaga 1 nafardan yordamchi yong'in qutqaruvchilari aholi xonadonlarida tizimli profilaktikani olib borish uchun biriktirildi. 7 nafar favqulodda vaziyatlar profilaktikasi inspektorlari uchun 7 ta mahalla binolarida xonalar tashkil etildi hamda tuman hokimligidan tomonidan har bir inspektorga kompyuter jamlanmasi berildi. Bo'limda 3 dona asosiy yong'in o'chirish avtomobillari va bitta maxsus turdagi yong'in o'chirish avtomobillari mavjud bo'lib, tuman hududida sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda foydalanib kelinmoqda. Joriy yilning o'tgan 5 oyi davomida 25 marta tuman hududida, 13 marta qo'shni tuman hududlarida jami 38 ta sodir bo'lgan yong'inlarni bartaraf etildi. 69 marta tuman hududidagi obyektlarda ilmiy taktik mashq va mashg'ulotlar o'tkazildi. 26 marta tuman hududidagi bozorlar va ko'ngilochar tadbirlarda navbatchilik xizmatlarini tashkil qilindi. 138 marta hududdagi suv manbalarini hamda maskanga tuzilgan tezkor yong'in o'chirish rejalarini o'rganish maqsadida chiqishlar amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan fuqarolar hayoti va sog'lig'ini, ijtimoiy boyliklarini asrab avaylash maqsadida favqulodda vaziyatlar, yong'inlar va boshqa turdagi tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarni to'g'ri harakat qilishga, uni bartaraf etishga qaratilgan 106 marta uchrashuv va davra suhbatlari o'tkazildi. O'tkazilgan uchrashuv va mashg'ulotlarda 21 mingdan ortiq fuqarolar ishtirokini ta'minladi. Hurmatli sessiya qatnashchilari, favqulodda vaziyatlar profilaktikasi inspektorlari tomonidan tuman hududidagi davlat tasarrufidagi 120 ta davlat tasarrufidagi obyektlarning 82 tasida batafsil tartibda tekshiruv o'tkazildi. Tekshiruvlarda 452 da kamchiliklar aniqlanib, shundan 386 tasi bartaraf etildi. Qolgan 66 ta kamchiliklar bo'yicha vaqt talab qilganligi uchun ushbu obyektlar rahbarlariga bartaraf etish uchun muddatlar berildi. Tuman hududidagi tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan 1503 ta obyektlarning 144 tasi batafsil tartibda tekshiruv o'tkazilib, 864 ta kamchiliklar aniqlanib, shundan 698 tasi bartaraf etish choralari amalga oshirildi. Qolgan kamchiliklar yuqorida aytib o'tganimizda vaqt talab qilganligi uchun shu rahbarlarga topshiriladi. Tekshiruv davomida qo'pol kamchiliklarga yo'l qo'ygan fuqaro va mansabdor shaxslarga nisbatan 272 marotaba ma'muriy choralar qo'llanildi. Shu bilan birga o'tkazilgan tekshiruvlar davomida yonish va portlash xavfi ostida bo'lgan 106 ta bino va xonalar hamda 358 ta nosoz elektr uskunalari va agregatlar faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Tuman hududidan o'tgan yuqori kuchlash elektr tarmoqlari va yuqori bosimli gaz quvurlari himoya mintaqa zonalariga qurib olingan 51 ta turar va 85 noturar bino va inshootlar egalariga xavfsiz hududga ko'chirib o'tish bo'yicha ogohlantirish xatlarini berdi. Davlat geologik monitoring xizmati Farg'ona hidrogeologiya va kuzatish
aksiyasi bilan hamkorlikda tuman hududida ko'chish va o'pirilish xavfi ostida bo'lgan egalik hamda obyektlarda qurib olingan 44 ta turar va 18 ta noturar bino va inshootlar egalariga xavfsiz hududga ko'chirib o'tish uchun ogohlantirish xatlarini berildi. Yoshlarga e'tiborni kuchaytirish va ularni vatanparvar o'qib tarbiyalash maqsadida tuman hududidagi barcha o'rta ta'lim muassasalarida tashkil etilgan yosh qutqaruvchi guruhlari o'rtasida qutqaruvchi sharafli kasb shiori ostida tuman bosqichida musobaqalar o'tkazilib, tuman bosqichida haftaga birinchi o'rin egallagan inson maktabi qutqaruvchilar jamoasini ular bosqichiga yo'llanma qo'lga kiritdi. O'tkazilgan musobaqalarda 5750 nafar yoshlar ishtiroki ta'minlandi. Yuqorida amalga oshirilgan ishlar 18 marotaba televideniya, 55 marotaba internet kanallarida, ijtimoiy tarmoqlarda yoritildi. Uch turdagi video va rolik 180 marotaba tuman hududidagi o'rnatilgan elektron tablolarda favqulodda vaziyatlar va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chiqishlar tashkil etildi. O'tgan 5 oy davomida tumanda sodir bo'lgan favqulodda holatlarda insonlarning halok bo'lish holatlari qayd etilmadi. Hurmatli sessiya qatnashchilari, Kelgusi tumanida favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida davlat siyosatini to'laqonli ta'minlash maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshiramiz. Kirib kelayotgan yoz faslida yoshlarning suv havzalarida cho'milish, xavfsizlik qoidalariga rioya etilishini ta'minlash, tuman hududida Oqqo'rg'on, Shimoliy Farg'ona va Katta Namangan kanallarida cho'milishni taqiqlovchi belgilarni o'rnatish, cho'milish taqiqlangan suv havzalarida cho'kib halok bo'lish holatlarini oldini olish maqsadida yoshlar bilan tizimli profilaktik ishlarni olib borish, kuz qish mavsumini beto'xtov o'tkazish maqsadida tuman hududidagi 135 ta ko'p qavatli va 39 mingdan ortiq yakka tartibdagi aholi xonadonlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha turdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida o'rganishlar o'tkazish hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, fuqarolarni favqulodda vaziyatlar va yong'inlar bo'yicha huquqiy ongini va ko'nikmalarini oshirish maqsadida fuqarolar bilan uchrashuvlar hamda amaliy mashq va mashg'ulotlar o'tkazish. Tuman hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha turdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish choralarini yuqorida aytib o'tgan bandlarimiz bo'yicha ishlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sisi Gulkati dengan apa yang masalah yang namanya kalau kita cuma masalah itu harus kita ini kita terus kita boleh terus untuk solid atau resources transfer itu tidak perlu itu masalah berarti sekarang Assalamualaikum. Qadrli Karaliç, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, yig'ilish sessiya qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-dekabrdagi Namangan viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda investitsiya va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida 1-9 sonli qarorini bajarilishi hamda kelgusida vazifalar to'g'risida hisobot. Bugungi yig'ilish kun tartibida navbatdagi masala bo'yicha Yangi Namangan tumani iqtisodiy rivojlantirish, aholini yuqori daromadli barqaror ish bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirish hisobiga 2026-yil aprel oyi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot bermoqchiman. Joriy yil aprel oyida aholini doimiy ishga joylashtirish bo'yicha belgilangan reja ko'rsatkichlarni bajarish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirildi. Aholini doimiy ish bilan ta'minlash bo'yicha 136 nafar fuqaroni ishga joylashtirish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 514 nafar fuqaroni doimiy ish bilan ta'minlandi va reja 378% ga bajarildi. Jumladan, investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga
165 ta ish o'rnini yaratish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 172 ta ish o'rnini yaratildi va ko'rsatkich 104% ga ta'minlandi. Xizmat ko'rsatish va servis sohasidagi loyihalarni amalga oshirish orqali 37 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 100 nafar fuqaroni ishga joylashtirildi hamda reja 270% ga bajarildi. Qurilish sohasida 13 ta ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 20 ta ish o'rni yaratildi va natija ko'rsatkichlari 154% ga tashkil etdi. Bo'sh ish o'rinlarini yo'naltirish orqali 44 nafar fuqaroni ishga joylashtirish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 45 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi va reja 102% ga bajarildi. Shuningdek, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari orqali 150 nafar aholini bandligini ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 177 nafar fuqaroni bandligi ta'minlandi, ko'rsatkich 118% ga yetkazildi. Shuningdek, may-iyun oylarida ishga joylashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadini ish bilan ta'minlash bo'yicha ishlar tizimli tashkil etilib borilmoqda. Hurmatli sessiya qatnashchilari, hisobotim yakunlandi. Savol bo'lsa, bering. Savol bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qaroriga muvofiq Yangi Namangan tumanida ishga yo'llanma ta'minlash bo'yicha 2026-yil uchun mas'uliyat ro'yxati tasdiqlash to'g'risida hisob. Yangi Namangan tumanida umumiy yo'l ustidagi 626 yo'l 9 kilometr bo'lib, shundan 409 kilometr asfalt yo'llar, 109 kilometr shag'allangan, 32 kilometr betonlangan va 26 kilometr tuproqli yo'llar mavjud. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qaroriga muvofiq Yangi Namangan tuman obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'minlash ishlari bo'yicha 2025-yil uchun dastlabki manzilli ro'yxat asosida tuman miqyosida jami 24 ta ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'minlash ishlari bo'yicha 1,5 milliard so'm mablag' sarflandi va ushbu dastur asosida tuman bo'yicha jami 27,046 metr bo'lib, shundan 21,286 metr asfalt qoplamali yo'llar qisman ta'minlandi hamda 5,760 metr tuproq yo'llar shag'allash ishlari olib borildi. Yuqoridagi qarorga asosan Yangi Namangan tuman obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'minlash bo'yicha 2026-yil uchun dastlabki manzilli ro'yxat asosida tuman miqyosida jami 1 ta ichki yo'llar kiritilgan bo'lib, ushbu ichki yo'llar saqlash va joriy ta'minlash bo'yicha 4 milliard so'm mablag' ajratilib, 2026-yil uchun dastlab manzilli ro'yxat shakllantirilgan bo'lib, ushbu dastur asosida tuman bo'yicha jami 42,120 metr, shundan 30,570 metr asfalt qoplamali yo'llar qisman ta'minlash hamda 16,550 metr tuproq yo'llar shag'allashtirish rejalashtirilgan. Ushbu rejaga asosan tumandagi Oromgoh mahallasida 1400, Askent mahallasida 2100, Mingchinor mahallasida 2800 tuproq, Beruniy mahallasida 6680, Mingtarak mahallasida 3000, Istiqlol mahallasida 3050, Boborahim Mashrab mahallasida 2900, Go'zal mahallasida 2500, Kelajak Dong mahallasida 1600, Jamazor mahallasida 2500,
Tinchlik mahallasida 500 va Furqat mahallasida 1500 metr joriy ta'mirlash, ya'ni damishq asfaltlash qilish rejalashtirilgan. Tumandagi Mingtarak mahallasida 2900, Kelajak mahallasida 600, Sherbuloq mahallasida 2100, Yoshlik mahallasida 5750, Tinchlik mahallasida 600, Saxovat mahallasida 2600 va Sohil mahallasida 2000 metr qisman shaharlashtirish ishlari rejalashtirilgan. Dastlabki dastur asosida yuqorida ko'rsatib o'tilgan ko'chalar ta'mirlandi. Hisobotimiz yapiladi. Bu masala yuzasidan sesi hujjatlarga navbatdagi masalalar yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha davlat rahbarlari to'g'risidagi qarorni tumanida bo'lib, tuman kuch va bo'lim boshlig'i shahar rahbariyati budjetdan mablag'lar hisobidan yangilanmalar ko'p qavatli uylar ta'mirlash uchun obodonlashtirish bolalar maydonchalari qurish hamda tashqi muhandislik tarmoqlarini yetakchi tarmoqlarni qurish ishlari amalga oshirish belgilangan bo'lib, 2026-2020 yilda yangilanmalar tumanida jami 2 milliard 868 million so'm mablag' ajratish rejalashtirilgan. Jumladan 2026 yilda 916 million so'm mablag' ajratilgan. Shundan Inchiron metri Oromgoh ko'chasida ikkinchi hamda 2026 yilda tuman kuchaytirilgan. Reja ajratilgan. Sizga taqdim qilgan hujjatlarga doimiy komissiyaning qarori chiqqan bu bo'yicha ilovada ko'rsatib ko'ramiz. Qancha qarshi javob nima qilish kerak rejalashtirilgan ya'ni Mingtarak metri Oromgoh ko'chasi 2-3 sonli uylarni irrigatsiya tarmoqlarini qurish. Mingchinor. Biruniy metri Ilkarik ko'chasi 20 va 2-avgust uylar oldidagi bitta bolalar maydonchasi qurish. Inchiron metri Anordor ko'chasi 17 sonli uyning oldidagi bitta bolalar maydonchasini qurish va yo'laklarni betonlash. Inchiron metri Ilkarik ko'chasi 1 sonli uyning yo'laklarini betonlash. Mashrab metri Chortoq yo'li ko'chasi 1-uyning yo'laklarini betonlash. Sohil metri Odamzor ko'chasi 1-2 uylarda bitta shu joyda olgan borganimizda tashqi hojatxona qurish rejalashtirilganda keyinchalik joyi aholisi o'zini takliflar asosan bolalar maydonchasi qurish taklif qilgan. Shu bitta bolalar maydonchasi qurish rejalashtirilgan. Biruniy metri Ilkarik ko'chasi 5-A uyni yo'laklarini betonlash. Biruniy metri Ilkarik ko'chasi 9 va 9-A uylar oldidagi bitta bolalar maydonchasini qurish va yo'laklarini betonlash. Biruniy metri Ilkarik ko'chasi 5-sonli uyning yo'laklarini betonlash. Biruniy metri Ilkarik ko'chasi 6-sonli uyning oldidagi bitta bolalar maydonchasini qurish va yo'laklarini betonlash. Sifatgoh metri Chamonzor ko'chasi 9 va 10 uylarning oldidagi bitta bolalar maydonchasini qurish. Biruniy metri Ilkarik ko'chasidagi 21-sonli uyning oldidagi bitta bolalar maydonchasini qurish ishlari rejalashtirilgan. Hamda 2027 yil rejalashtirgan bu bo'yicha yana taklifni qabul qilamiz. 1 milliard 922 million so'm ajratilgan. Ya'ni 2 milliarddan keyin so'rab summasi. Furqat metri Ilkarik ko'chasi 8-10-12 uylarda bitta bolalar
rejalashtirilgan. Furqat MF Ikaning ko'chasi 8-chi, 10-chi, 12-chi uylarda bitta bolalar maydonchasini qurish, irrigatsiya tarmoqlarini qurish va yo'laklarni betonlash. Furqat MF Ikaning ko'chasi 41-sonli uyning irrigatsiya tarmoqlarini qurish va yo'laklarni betonlash. Furqat MF Ikaning ko'chasi 42-sonli uyning irrigatsiya tarmoqlarini va yo'laklarni betonlash. Hamda xuddi shunaqa 2-chi, 1-chi uylarni irrigatsiya tarmoqlarini yo'laklarni betonlash. Minchiron MF Oronggoh ko'chasi 4-chi hamda 30-chi sonli uyning irrigatsiya tarmoqlarini qurish va yo'laklarni betonlash. Minchiron MF Ikaning ko'chasi 1-chi sonli uyning oldidagi bolalar maydonchasini qurish, irrigatsiya tarmoqlarini qurish va yo'laklarni betonlash. Minchiron MF Oronggoh ko'chasi 5-30 sonli uyning irrigatsiya tarmoqlarini va yo'laklarni betonlash. Minchiron MF 2-chi A uyni irrigatsiya tarmoqlari yo'laklarni betonlash. Sihatgoh MF Chamozor ko'chasi 20-chi uyni irrigatsiya tarmoqlarini yo'laklarni betonlash. Sihatgohdagi 9-chi, 12-chi, 29-chi, 31-chi, 33-chi Sihatgohda 19-chi uyni irrigatsiya tarmog'ini ta'mirlash. Oronggoh MF Afrosiyob ko'chasidagi 12-chi uyni irrigatsiya tarmoqlarini yo'laklarni betonlash. Oronggoh MF 29-chi uyni irrigatsiya tarmoqlarini va yo'laklarni betonlash. 31-chi uy, 30-chi uy, 33 hamda 8-chi sonli uylarning irrigatsiya tarmoqlarini yo'laklarni betonlash rejalashtirilgan. Shu bo'yicha hisobotni tugatdik. Agar qo'shimcha savollar bo'lib qolsa, bular rejalar. Hozir bu jarayonda kesgan. Assalomu alaykum. Akram Jajakbarovich, hurmatli rais, hurmatli qatnashchilari. Hozir Akram Jajakbarovich hisobotlanishdi haqiqatda. Hisobot. Lekin bular hozir rejalar, bu yerda qilinadigan rejalar qabul qilishyapti. Hali 3 oylik hisobotlanishganimiz yo'q. Doimiy komissiyadan kelib chiqqanimiz yo'q. Shunga taklifim bor edi. Shu mart oyigacha qilingan ishlar bo'yicha hisobot berishlari. Hozir bu Qurboncha ham bularni faqat rejalarini, yoki mablag' ajratishni tasdiqlaydi xolos. Ish rejalarini tanishdik xolos. Qilingan ishlarni hisobotlashganmiz. Xo'p. Bu jarayonda hozirgi kunda bu bo'yicha hisobotga Doimiy komissiyaga beramiz ma'lumot. Hisobot hozir bu rejalar. Qilinadigan rejalar mablag' ajratish bo'yicha. Assalomu alaykum. Hop, bizda mana shu tumanimizda boshqaruv servis kompaniyalari nechta? 5 ta. 5 ta boshqaruv servis kompaniyalari bo'lsa, mana shaxsan o'zim mahallamda ham ko'p qavatli uylar bor. Ko'p qavatli uylarni shirkatdan boshqaruv servis kompaniyalariga o'tkazilganda, shunaqa va'da qilinganda qanaqadir qaror hozir esimga kelmadi, yonimda yo'q edi. Har bitta boshqaruv servis kompaniyasi 1 yilda o'ziga qarashli bo'lgan ko'p qavatli uylarning oldiga bolalar maydonchasi quradi deyilgandi. Bu narsa amalga oshmadi. 2 yildan beri shu narsa aholi o'rtasida e'tiroz kelib chiqdi. Bu hozir siz o'qiyapsiz rejada, lekin u ham boshqaruv kompaniyalarini ishiga to'g'ri kelmaydi. Shu narsani boshqatdan ko'rib chiqsani, boshqaruv kompaniyalarini o'zini hisobidanmi yoki o'sha davlat mablag'idan har bitta boshqaruv kompaniyasi 1 yilda bittadan bolalar maydonchasi qursin degan boshqaruv kompaniyasini tashkil etilganda shu narsa bor edi adashmasam. Shunga e'tibor berib qo'ying. Bu mana to'g'ri aytyapsiz. Mana hozir bu yurtlik qilib yuribmiz, lekin bularning mas'uliyati, uni chegarasini aytganman, ajratib bering. Aytgancha nima bu? Senlarligi nima deydi? Reja qo'yildi ishlar. Lekin bu boshqaruv servis kompaniyalarining ham o'zini nima mas'uliyati bor, rejasi yuzasidan nima qilish kerak? Bo'lsa alohida
olib oling. Ularning shu masala yuzasidan tayyorlangan qarorlar sizlar tarafından qaror loyihasi bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bo'lib, bo'lmasa mazkur qarorlar qarshilari yo'q. Sessiya kun tartibidagi albattagi masala tomonidan 5 tashabbus olimpiadasini o'tkazish va g'oliblarni taqdirlash bilan bog'liq xarajatlar uchun yoshlar taqdirlari jamg'armasidan mablag' yo'llantirish to'g'risida bo'lib, So'z tuman yoshlar ishlari agentligi yetakchisi muhandisi Amin Zohidjon Mamasorovga berildi. Assalomu alaykum, Hamdamjon Boyevich, Kengash raisi, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 20-noyabrdagi Yoshlar daftari jamg'armalari orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi BF-2222 farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 2022-yil 7-iyundagi 312 qaroriga Yoshlar daftari jamg'armasidan ijtimoiy yordamlar ko'rsatishni takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 78-sonli qarorlarga asosan yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasida kalendar rejaga kiritilgan tadbir hamda loyihalarni tashkil etish va o'tkazishda xalq tuman deputatlari tuman shahar kengashining qarori asosida tuman shahar hokimligi buxgalteriyasida tadbir tashkil etish uchun xarajatlarni qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda Yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan amalga oshirish belgilab berilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, sizdan Yangi Namangan tumanida 2026-yil davomida mahallalarda yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek 5 tashabbus olimpiadasida o'tkaziladigan tadbirlarda g'olib va sovrindorlarni smetaga asosan qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlash rejaga kiritilgan. Bu yil 2026-yildagi 5 tashabbus olimpiadalarimiz 29 ta sport turidan o'tkazildi. Ko'chalararo mahalla bosqichi, mahallalararo sektor bosqichi o'tildi. Hozirgi paytga kirib tuman bosqichi jarayonlariga kelganmiz. Bu yilgi 2026-yilda 5 tashabbus olimpiadalarga 14-30 yosh toifasi bo'yicha 30.822 nafar yoshlar ro'yxatdan o'tgan. Hozirgi kunga qadar 27.365 nafar yoshlarimiz ushbu 5 tashabbus olimpiadalarga bevosita jalb etilgan. Bundan tashqari yoshlar daftari orqali yil boshidan beri 14 nafar yoshlarning muammolari hal etilgan. So'hbatim tugadi. O'zimiz kun tartibida ushbu masala yuzasidan qarorlar sizlarga tarqatilgan. Qarorlar bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bo'lmasa, mazkur qarorlar o'rinlari mahkamah qarorlari hozirlar qarshilari yo'q, qaror qabul qilindi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala Yangi Namangan tumanida mahalliy byudjet xarajatlari 2026-yil chorak tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosarining hisobot to'g'risida bo'lib, tuman moliya va iqtisodiyot o'rinbosari nomidan Hasanboy Abdullayev. Assalomu alaykum, Hamdamjon Boyevich, hurmatli rais, deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Yangi Namangan tuman mahalliy byudjetining 2026-yil 1-chorak yakuni bo'yicha ijrosi amaldagi byudjet qonunchilik, shu jumladan 2026-yil uchun tasdiqlangan mahalliy byudjet parametrlar doirasida ta'minlanadi. Ma'lumki, xalq deputatlar Namangan shahar kengashining 2025-yil 29-dekabrdagi qarori bilan 2026-yil uchun Yangi Namangan tuman mahalliy byudjet xarajatlari jami 83.3 milliard so'm miqdorida tasdiqlangan. Ushbu ko'rsatkichlar doirasida byudjet mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanish choralari ko'rilmoqda.
xarajatlar ijrosi bo'yicha birinchi orak davomida byudjet xarajatlari jami 23.5 milliard so'mga amalga oshirilib, quyidagi ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirildi. Ijtimoiy soha ta'lim muassasasini moliyalashtirishga 4.1 milliard so'm, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishga 4.4 milliard so'm, madaniyat sohasiga 143.6 million so'm, iqtisodiy xarajatlar, jumladan obodonlashtirish xarajatlari 7.6 milliard so'm, veterinariya, chorvachilik rivojlantirish xarajatlari uchun 257 million so'm, davlat boshqaruv organlarini saqlab turish xarajatlariga 4.8 milliard so'm, hamda birinchi orak bo'yicha fuqarolik tashabbus jamg'armasiga 2.1 milliard so'm byudjetdan mablag' moliyalashtirib berildi. Shu bilan birga zaxira jamg'armasi mablag'laridan faqat zarur holatlar uchun 207.3 milliard so'm mablag' yo'naltirilib, 102 million so'm mablag' moliyalashtirib berildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi sonli qaroriga asosan yangi Namangan tumanida jami 9 milliard 510 million so'm mablag' ajratildi. Jumladan, byudjetning yil boshiga qoldiqlar mablag'lari hisobidan 873 million so'm, qo'shimcha manbalar hisobidan 2 milliard 929 million so'm, byudjet parametrlari hisobidan 4 milliard 944 million so'm, hamda iqtisod qilingan mablag'lar hisobidan 764 million so'm mablag'lar tashabbusli byudjetning 2026 yil birinchi mavsumi g'olib bo'lgan loyihalarga yo'naltirib berildi. Jumladan, tumanimizda jami 2 ta maktab, 4 ta ichki yo'llarni ta'minlash ishlari amalga oshiriladi. Ular tumandagi 71-chi umumta'lim maktabni yopiq futbol maydoni va sport maydonlarini qurish ishlari uchun 1 milliard 400 million so'm, 39-chi umumta'lim maktabni yopiq futbol maydoni va sport maydonlarini qurish ishlari uchun 800 million so'm, Biroq ko'chasini mavjud kenglikdagi asfaltlash va mavjud datok va quvurlarni yangilash ishlari uchun 1 milliard 647 million so'm, Abdurahmon Beruniy mahallasi ichki yo'llarini ta'minlash ishlari uchun 1 milliard 647 million so'm, Abdurahmon Beruniy Islom Karimov ko'chasida mavjud joylashgan 13 noli ko'p qavatli uylarni ichki yo'llarini ta'minlash, asfaltlash ishlari uchun 1 milliard 647 million so'm, Yangi Namangan tumani Yoshlik mahallasi Islomobod ko'chasi asfaltlash ishlari uchun 1 milliard 180 million so'm. Ushbu mablag'lar xalq deputatlar Yangi Namangan tumani kengashining 2026 yil 24 apreldagi tegishli qaroriga asosan yo'naltirib berildi hamda tegishli tashkilotlarga hisob raqamlar ochib mablag'larni o'tkazib berildi. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida shahar mahalliy byudjeti 2026 yil boshiga aniqlangan erkin qoldiqlar mablag'lari hisobidan xalq deputatlar Yangi Namangan tuman kengashining 2026 yil 19 martdagi tegishli qaroriga asosan mablag'lar yo'naltirib berildi hamda moliyalashtirish ishlari amalga oshirildi. Hurmatli deputatlar, 2026 yil keyingi choraklarda quyidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Daromadlar bazasini yanada kengaytirish, soliq tushumlarini oshirish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rish, byudjet mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanishni kuchaytirish, ijtimoiy yo'naltirilgan xarajatlarga ustuvorlikni qaratish va investitsiya loyihalarini jadallashtirish. Umuman olganda Yangi Namangan tumani mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi chorak yakuni bo'yicha ijrosi barqaror ta'minlandi. Byudjet parametrlari doirasida ijobiy natijalarga erishildi. Kelgusida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali byudjet barqarorligini yanada mustahkamlash asosiy vazifamiz bo'lib qoladi. Yangi Namangan tumanida ajratilgan qismi yo'naltirish to'g'risida
ilk chorak daromadlar rejasini o'tirib bajarilgan qismini hisobdan yangilangan qiymatli mablag' yo'naltirish to'g'risida qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha o'zgartirish qo'shimchalar bo'lmasa mazkur qarorni o'rga qo'yadi. Marhamat, qaror loyihasini Qarşılar yok, bekarlar yok, qaror qabul qilindi. Sessiya kunlarining navbatdagi masala yangilangan aholi murojaatlarini ishlash tizimini yangi bosqichga ko'tarish hamda jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish bo'yicha qarshi shahar tajribasi asosida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bo'lmasa mazkur qarorni o'rnatiladi. Marhamat, qaror loyihasining Qarshilari yo'q, betaraflar yo'q, qaror qabul qilindi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Mamurov Botir Odilovich hisobot taqdim etadi deb 22 sessiyaga chaqirish farmoyishi ko'rsatilgan. Lekin Mamurov Botir Odilovich O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga ko'ra hamda xalq deputatlar tuman kengashining hududida sog'liqni saqlash rivojlantirishga oid davlat dasturlarini bajarishni to'g'risida hisobot taqdim etadi deb belgilangan va tuman kengashining raisi tomonidan 2016 may kunidagi 325 sonli yuborilgan xatini ham inobatga olmay shu kunga qadar hisobot taqdim etmadi. Hurmatli deputatlar, yuqoridagilarni asosan tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Mamurov Botir Odilovichga nisbatan hayfsan chorasini qo'llash yuzasidan viloyat davlat boshqarmasi boshlig'i bildirish nomini taklif berdi. Bo'lmasa taklifni ovozga qo'yaman. Marhamat, taklifga munosabat bildirishni rozilar. Qarshilari yo'q. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiyaga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqilib, qaror qabul qilindi. Sessiya o'tishi haqida kimda qanday takliflar va mulohazalar bor? Taklif mulohazalar bo'lmasa